Shara bo'lib ketdi. Mana. Mana ichi ham to'la. Assalomu alaykum. Bir printerni sat tushunmasdan nima qilibdi? Endi bahorda olgan edi. 4 ta 3 ta ishlatib Naborat buni 4, 5, 6 ga ko'tarsangiz u -6, -4, -5, -6 da yaxshiroq ishlaydi. Hozir kechqurun salqinroqligi uchun 4 ga qo'yib qo'yibmiz. Atak 40 gradusga issiqqa chiqib ketgan vaqtda 5, 6 ga ko'tarib qo'yasizlar mana stoykasi. Olib keldik. Ishlayapti, klient o'zi ham hozir ko'rib hayron qoldi. Ancha chiqarib qo'ydik, ichini to'ldi. Mana, hammasini chiqarib qo'yamiz. Stoykasi zo'r, keldi. Mana. Am katta stakan, juda katta stakan. Stoykani qaraysiz. Yana chiqadi. Shara bo'lib ketdi. Mana. Mana ichi ham to'la. Ochmaydi. Mana, bir ham tib yordik. Bitta 2,5-3 oycha klientimiz bosib ishlatishibdi. Hozir aytyapti, "Sen nimalar qilmayapti, o'zbek qilmayapti" deb 380 ni tashlashini qilib beradi-da bu. 380 talab qilgan, lekin joyi zo'r ekan, klient zo'r ekan, 380 olmasa shunday qolgan. Promochi 220 mizdan. Zo'r ishlatdim dedi. Hozir ko'rsatdim, endi nima bo'ldi? Endi olib borib beramiz, hozir olib keluvdi. Sal oldin, 1-2 soatcha. Olib borib beramiz, ertaga yana ishlataveramiz. Hech qanaqa xarajat qilingani yo'q. Kompressiyaga o'sha garantiya beramiz. Mana o'zimiz olib kelib, nima qilib, javob beramiz. Garantiyamizga mana nima qildik? Ko'rdik, kompressor joyida. Agar freoni kamigan bo'lsa, zapravka olmoqchi edik. Rolik mana klientga qaytarib olib borib beramiz, ko'rsatdik videoda. Bemalol aloqaga chiqaversa kerak bo'lsa promochdan